Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank kasblar navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvi maqsadagi tadbirkorlik qilishdan kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin. Assalomu alaykum. Ismingiz? Isana Sevara. Mana qamiz. SSX. 700 Nima sababga kelgansiz? Tabii tamam şimdi. Necha pul? 50 milyon. Nima maqsadda? Chorvachilik. Maydonda katta bo'lgan. Katta. Uyda mol boshqarasiz bormi? Bor. Yetti shoxli molga. Tat bilan tushuntirishganmizga har bankimiz bor tushuntirishgan. O'z nomiga uchun karta tashlab berishadi. To'g'rilarni vaqt qilib bo'lishi kerak. Kapilingiz bormi? Bor. Bir kapilni aytaymi? Sog'. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshisiz, charchadingiz? Ha. Ismingiz? Abbor Yusuf. Nima raqamingiz? 94lik 88 74 94. Nima masalada kelgansiz? Kredit masalasida kelgan. Necha pul? 50 million so'm. Maqsadi? Chorvachilik qilmoqchiman. Yetti shoxli maydon shoxli. Mayda shoxli. Uyingizda mol boshqarasiz bormi? Bor. Hech qanday ishlamaysiz? Bor. Yo'q, o'zim ishlayman. Yana qo'shimcha kapil qo'yganmisiz bunga? Qo'ygansiz? Kapilingiz bormi? Bor. To'lovda masala bo'lmaydimi? Yo'q. Oymay to'laysiz? Ha, oyma. Boshqa tadbirkorlaringiz ham bormi to'lashda? Yo'q, o'zim yana yirik shoxli qoramonlarim ham bor, yerlarim bor. To'lovda masala bo'lmaydimi bo'lsa? Yo'q, to'lov. Hujjatlar hammasini o'z-o'zi bank bilan ma'lumotni berasiz. Bor. Agent tomonidan berilgan hammasi. Masala bo'lmaydimi? Yo'q. Keling. Assalomu alaykum. Mani ismim Rajab. Rajab Zebo. Chorvachilik qilishni o'zim band qilganman. Telefon raqamingizni ayting. 97 292 17 28. So'rashimcha. Necha pul olmoqchisiz? 50 million. To'lovda qiynalmaysizmi? Yo'q. Yani xo'jayiningiz bilan ishlayapmidi? Ishlaydigan bormi? Maydonga ketib bo'lgan. Mayda bo'ldi. Hujjatlar berganmisizlar? To'lovda qiynalmasangiz bo'ldi. O'z nomiga uchun katta tashlab berishadi. Keling. Assalomu alaykum. Telefon raqamingizni ayting. Telefon ishlatmayman. Qanday bog'lanasiz siz bilan? Uyingizda telefon bormi? Xo'jayingiz kimmi? Ayting. Birontadan. 805 14 Nima masalada kelgansiz bu yerga? kredit chekdim. Hozir o'zingiz bank qilishingizga ham baribir o'z nomingizga operatsiya ochgan bo'lishi kerak-ku. Maydon ochishingizga ham, karta ochishingizga ham o'z nomingizga sim karta bo'lmasa bermaydi baribir. Qolmaysiz hozir. Bankga qilganmisizlar bu kishini? Necha pul olmoqchisiz? 17. Qarang, hozir qolgan she'rlarni aytishdi, 50 million olisham olaman deyishdi. 50 million bilan 20 million farqi bor-da. Bu bittasi mana 50 million deyotgan mahalla loyihasidan dasturimiz, 17 millionligi biznesga birinchi qadam dasturimiz. Bu 4 yillik muddati, 5 yillik. Foizi bir xil, 25%. To'lov masala bo'lmaydimi? To'lovda masala bo'lmaydimi? Qayerdan to'laysiz? Nima hisobdan to'laysiz?
nima xatolaymiz kreditda? Mol qilish uchun, chorvachi. Katta mol, mayda mol. Katta. O'zim uni kartaga yozadigansiz, kartaga yozadigansiz, kartaga yozishni Assalomu alaykum. Kelganingiz uchun rahmat. Yana boshqa masalada ham bemalol bank bor bilan yoki o'sha yerda mahalla agentimiz bor, bankimiz bor, qiziqishingiz mumkin. Sog'lig'ingizga. Salomat bo'ling.